Balası emizge ko'nmagan va deychamota yalatgan qizlar sizlarga nihoyat yaxshi mahsulotdan birine keldim jumu. To'rda o'tlab ketib qolgan qizlar mana Germaniyada import qilingan bolalarimizningki emizgisi intayin yumshoq qalati chiqdi. Emizge ko'nmagan bolalarimizning bu emizgiga cho'qim ko'nadi jumu qizlar. Endi bekchi qizlar so'raydi ekansizlar, mening bolamning buni taqishib olammi, bu emizgi jumloq ekan deb. Amaliyot uchun bu unda bolalarimizningki bunig'im taqishib olmaydi. Shunchalik men ost taraf yoypan alat bo'yicha chiqdi. Mishallardan tatib Markus urvetgan alat chiqdi jumu qizlar. Bugun meni bu seri qarvamdan shadan qilgan qizlarga bir tal emizgi osquchisi andin bolalarimiz emizgini emmagan vaqt uchun shunday o'xshashlam savatsanlar bo'lgan bir tal qipi bilan bilisab berma. Bolalarimizniki emizgi shutib ketmaslik uchun bolalarimiz yotgan vaqtda badaniga chirkatsimi, chirkatmaydigan alatki emizgi osquchdan bir tal qo'shib sapirman jumu qizlar. Ansa seri qarvadan zakaz tushirilish unutqanmanlar. Andin qizlar mening o'xshash ikki talliqim bor jumu, ikki talliqning har xil ranglarini seri qarvaga eslatdim, ranglarini tanlab turib situatsiyalar bo'ldi. Bizning do'konda emizgininki har xil markaninki bor, kaynimdikilarning hammasi shu emasmi qizlar? Lekin sizlarning bu o'qiganlarga yanilamish eng yaxshisini tavsiya qilib keldim. Shunga ehtiyojinglar qatda seri qarvadan zakaz tushirib olsanglar bo'ldi. Xayr xo'sh.